Çapsan buluq Selim. Mening ishim bitdi. Juring, Nega bormiz? Kiyimimni yangi so'zdan bo'ladi. Bo'ldi, mushuni kiyivering. Bo'lmasa o'zgaramaymiz. Tez bo'ling. Soat nega bormiz? Nima qilmoqchisiz? Siz hozir nima qilmoqchi? Selim, tezroq bo'ling. Yo'q, Farhod. Biz hozir nega bormiz? Siz menga aniq aytib bering. Buni so'ramayman, bilaman. Yo'q, Farhod. Meni qo'yingsan. Gapimni angla. Yo'q, men tezroq bo'ling, Salima. Yo'q, men hech kim bo'lmayman. Meni qo'yingsan. Yo'q, Farhod, meni qo'yingsan. Meni qo'yingsan, Farhod, men bo'lmayman. Mende çok ömür işini yoşturmazsınız. Salima, mashinaga chiqing. Tezroq bo'ling. Salima, mashinaga chiqing. Nimada qilasiz? Saqchilarning kagini bilaman. Hech narsani uqmaysiz. Tezroq mashinaga chiqing. Nimada qilasiz, Salima? Gapimni angla. Hech narsani olmagan. Hech narsa olma. Hamma narsa biladi. Qizcha, ustavga to'g'ri aytganmsiz? Bo'ldi. Nimaga baqiraysizlar? Nima degan oldirang'uliq bu? Qizcha, hali chiroyli ayol xo'jayin qani? Bu chayning bir piyolasi bir mo'chan, ikki piyolasi ikki mo'chan. Ichamsiz? Voy, mo'jna qiladi. Ayol xo'jayin olishda qaragan. Qimmatganmish dahi. Gapinglar bo'lsa Salimaga demamsizlar. Kimdi? Ular keldi. Ana, ayol xo'jayin keldi. Shu, ana. Voy, qarang sizni, erib charchab ketibsiz. Qullar, mehmonlarga chay qo'ying. Mana. Rahmat. Ko'pchilik bahuzur e'lonlar, xatirmanglar. Mani ko'rdinglarmi? Hey, pulchi. Qancha? 2 mo'cha. 2 mo'cha. Ma'qul. Mana. Biyasi oltinda qimmatgan. Hey, biyasini qisqini ko'rdingmi? Hey, Ular jamba qislarni emasmi? Nima yo'lsiz qilsiz? Hey, pulni berdim-ku. Endi nima deysizlar? Kechiringlar. Sizda ishingizni beringlar. O'tiring. Raskatni qilsam, bu yerdagi suv oltindami qimmatlik. Oltin bo'lmasa, odam o'lib qolmaydi. Lekin suv bo'lmasa, bu yerdagilarning birsini o'rtirolmaydi. Siz 3 stakan ichdingiz, shunga 6 mo'chan berishingiz kerak. Lekin 2 mo'chan berdingiz. Snippet. Haqlarning xo'jayinlar ayol xizmatchi oladi. Ayol xo'jayinlar xizmatchi oladi degani rostganda, qarasam u senga shunday yumshoq gap qildi ekan. Men hech bilmadim ana. Xursandlik qilma. Bugun atigan sug'ib berib shuncha ayol bo'g'iningni menga demeding-ku? Yo'ldek eskiga. Bu to'lxotinning achchig'i yomon deb buruni degandim. Biz bu yerda ishlamay kassak bo'ladi. Xo'jayin, sodini sizda qilsa baldirli boyib ketirgan o'xshaysiz. Men boy olsam sizga ne bo'pti? Tayyor pulni topmay, bu yerda jon qiynag'anning nima foydasi, ha?
Bana bir yerdə qanç pul vergen biləm hər gün işləməyəm. Bu çöldə mağan hər qandaq adam bir yerdə toxtamay ötməydi. Əmsə, siz mi çayxanada birini içib asınız o manda? Qoy mən bə qoqancaq müşmiyalsımı qoqab gidimen. Onun üstüge munç kep adamdan xəbər ep bulanmayman. Qandaq dedim. Sıdıq, Gülnar, qaşqışlarını çıxıştıranlar. Mana hazır. Mana. Mana. Hey, çaqal bulunlar. Ha, xusumda sövdüşülüb mayk yaxşı qıldım. Benim ornum bir yedi. Mana. Hey? Ustam, bir adam çıkmaptı. Neyim oldu? İşçi adam var mı? Bir adam çıkmaptı. Şundaq mı? Ben berip qarab bakay. Sıdıq, Gülnar. Yeni çakırıp atıdı. Sizler berip tuz izlettik Allah. Başında bir adam kamken. Bulunla. Hey, Sıdıq, adam var mı? Sen tık başını mı yantırsın? Çakın bu. Adam var mı? Adam var mı? Maşinimi aldığım buldu. Adam var mı? Sıdıq, boya kıçış. Yani şu imin diyecekken o. O bizden hocayını yaktırıp kalgan okşaydı. Sizler öyle kirip qarab bakınlar. Hop. Keçirinlar. Yo'lovchilarning hammasi chiqib oldimi? Bir skam. Boş adam şu mu? Yo'q, o qaltis kelishgan odamdi. Bo'ldi, menga beringlar. Salima. Yaxshimisiz imin diyeceğim. Neymiş yüzbedi? Tönügün kecha bir jinoyatchi turmadan qochib ketdi. Sizlar uning bu yerdan o'tganini ko'rdinglarmi? O qandaq adamken? To'xtab turing. Qarab baqing. Yo'q, ko'rmadik. Undaq adamning bu yerda o'tganini ko'rmadik. Sizlar bu odamni ko'rganmi? Ha? Ne? Ko'rmadim. Hay, sen ko'rdingmi? Yo'q, ko'rmadim. Kerak. Rostini aytganda jinoyatchini birli qarab tonavog'ini bo'ladi. U odamlarning ko'ziga udil qaramaydi. Odam boyagimi boramaydi. Uning cho'li kirib ketish ehtimoli intayin yaqin. Agar gumonliq odamlarni bayqab qolsanglar bizga xabar qilib qo'yasizlar. Salima. Bo'ladi. Ha, tamoq yetmanglar. Bugun yangi pomidor bilan loziba. Rahmat. Jinoyatchi ijroq ketamidi. Biz uni qo'limsaq bo'lmaydi. Xayr xo'sh. Durunglar. Xo'sh emsa. Ay, qara. Voy, ne ketdiniz? Mashina ketdimi? Ne vaq? Ular sizni yerimga saqladi. Zodni aytmadingizsa? Taratga boraman deb mashinaga ulguramabdiman. Bu yerdan o'tadigan yana navbatchi mashina bormi? Ha? Bir qitimli mağdu. Növbetçi maşinaga chiqaman desangiz, at degangiz saqlaysiz. Andaqda bu yerda bir kech qo'nsam bo'lamdi. Bo'ladi. Yataq qo'y, o yerda. Bir cho'ng,
birisi kichik. O'zingiz tanlayveling. Gulnar! Sidiq! Siz o'rningizdan turib chaqirtinglar. Yo'lovchilarning keldigan vaqti bo'ldi. Asta. Bizni xo'jayin chaqiryapti. Har kuni shunday kirim qilishqimi o'lgagili bo'lmasa. Hey, oyiqim. Mana. Paypaqimchu. Paypaq? Yangisini-ya? Mana bu 20 ko'ylak import qilingan paypaq. Xotin, biz tamoq yeymiz, kiyim kiymiz desak obda ishlab pul topmasak bo'lmaydi. Men ketaveray. Paypaqni o'zing kiygin. Yaxshimisiz qo'ng'iston. Buni sizga olg'ish keldim. Rahmat. Seni marhamat. Choy iching. Rahmat. Bu qatim men sizlarga lozi bilan cheyiz og'ish keldim. Choy iching. Rahmat. Night joyda ish bo'pti. Ey, yo'dish. Yardım qiling-da, ko'mir. Rahmat. Yardım qilinglar. Rahmat. Nima degan kuchli? Qaltisgan. Salima, yana odam yallabsiz-da? Yo'q. U bu yerda qo'ngan mehmon. Shahar kirmoqchi ekan. U bir yo'lovchi. Sizlarning mashina ketyapti, yaxshi bo'pti ekan. Sizlar rastlamamsizlar? Bundaq qilsanglar qanday bo'ldi? Xo'jayin, Sidiq ikkimiz shuncha ko'p ish qildik. Andig'i kelsak bo'la. Sidiq! Bu yoqqa kel. Salim hoji. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men bir kun ishlab andim mang'ay bo'lamdi. Xotin, biz aytmasa qandaq? Aytgani mashina bormasmi? Sen ketmasang, men o'zim yolg'iz ketaveraman. Sizlar tuyuqsiz ketsanglar, men qandaq qilaman? Sidiq, biz ketaylik. Nimaga tatibsan? Sizlar ketsanglar bo'lmas. Salimxon bu yerda qiynalib qoladi. Shu emasmi? Biz bilan kimning qari? Biz bundaq namrat joyda turmaslikni burunli o'ylash bo'lgandik. Shundaqmi, Sidiq? Sidiq, bir nima degina? Demamsan? Men sizlarga aytib qo'yay. Bu yerda ishlamasliklarni burunli bilgan bo'lsam, men sizlarni allaqachon ishlatmagan bo'lardim. Bu cho'l jaziraga o'zim yolg'iz kelgan. O'zim yolg'iz ishlayverman. Kettinglar, ketsa. Ketaveringlar. Hammalar ketaveringlar. Ketinglar. Kechiringlar. Men sizlarni ustanmaydigan bo'ldim. Azroq yordamim tegadigan ish bo'lsa, bir necha vaqt tursam bo'laverdi. Bu qanday bo'g'ini? Siz lekin sizni tushunaman. Menmi bir tijoratchi. Yaqindan bu yan ziyon tortib ketgachga, xoli bir joyni tepib turaymikin degandim. Meningcha bu yerda loyiq ekan. Hargiz boshqacha o'ylab qolma. Shundaqmi? Bu yerni yoqtirib qolgan bo'lsangiz, bu yerda turavering. Biroq Tönügün akşam qo'ngan yataq uyingizda ayrim karvat yo'q. Sharoitimiz nachar. Agar sizga yollanib ishlasam, qanday qaraysiz? Bo'lmaydigan nemisi bor?
Biroq men yuqori ish haqqi beramayman. Xotirjam bo'ling, buning qaraydi chaqliq. Siz nima deb chaqirmisiz? Ismim Farhod. Sizning ismingiz nima ekan? Salima. Ustidagi uyda ishlaydiganlar turamda. Siz endi o ishlaydiganlar uyda turmay, mehmonxona uyda tursangiz qanday? Yotoq haqqingizni olmayman. Xo'jayin xonim. Xo'jayin xonim. Salima. Men bo'ldingiz. Salima. Salima. Men tutma. Tirdamdil o'shilib qolaman. Ner ketang, ner men deyman. Menga qo'yibdim. Qo'yibdim. Sizga yordamlashadigan odam yo'q tursa, nemishqa meni chaqirmadingiz? bu siz qildigan ish emas. Bu siz qildigan ish emas. O'qitingiz yomon emaskan, a? Sizning yardamingiz bo'ldi. O'tdan ishlaydigansiz. Sizga qanday rahmat desam bo'lar? Siz xush bo'lsangiz bo'ldi. Bu atrofda geolog atrofdagilar bormi? Buni so'rab nima qilasiz? Bundaqli so'rab qo'ydim. Meningcha, bu bepoyon cho'l jazirida cho'qim kan boyliq mo'lg'u deyman. Shundaq. Geolog atrofdagilar bu yerdan pat o'tib turadi. Shundaq chaqlarda ular bu yerda tamoq yeb dam oladi. Men bo'ldingiz? Hech nima. Siz yap-yash turib, shundaq bir qamlashmagan joyda oshxona ochqiningiz nemisi?
bu çölde ussuzluqdan ölüp ketadigan ish bo'lib turdi. Ba'zi geolog atrofdagilarmi ussuzluqdan ölüp ketadi. Sizning maqsadingiz mush cho'lda oshxona ichib, pul tepishganda, agar quduq qo'llangan bo'lsa, bu yerdan o'tadiganlarmi suvsiz qolmaskan. Shundaq. Farhod! Mehmon keldi. Tushinglar. Chiqa. Yaxshimisiz, Yaxshimisiz. Bizga bir choy demlab bersangiz bo'pti ekan. Bo'ladi, qani marhamat. Mana. Uni bu yerga o'tag'izib qo'yinglar. Qani, o'ltiringlar. Choy iching. Buni uning ushkizib qo'yinglar. İçe. Rahmat boshliq. Bilapsan. Aptap qalqinib o'lgin tas qolding. Bu cho'llikni sen ne qachalaytding, ha? Qutuldirib qolganingizga rahmat boshliq. Rahmat. Onun cenni qutqizib qoldik. Aptapda o'lgin tas qopdi. Hava nima degan issiq. Yeliqi ish ishlamchingiz qani? Shahar kirib ketdi. Bir narsa yemsizlar. Bo'ldi, rahmat. Mashin deydigan narsa bor. Biz yo'lga chiqib necha kun bo'lib qoldi. Qaytib ketmasak bo'lmaydi. Biz mangaylik. Xayr. Mangaylik. Salim. Bir ish bo'lmaganmi? Hech yo'q. Nima bo'ldi? O'zingiz yolg'iz. Kerak yo'q. Hech yuz bermaydi. Ehtiyot qiling. Biror ish bo'lib qolsa, xabar qilasiz. Bo'ladi. Rahmat sizga imin deyəcəm. O'zingizni asrab. Hey, nega vardınız? Men sizni nega vardınız davatime? Mehmonlar kelib ketdimi? Sağçı kelib ketdi. Ular hali qashqini tutib olibdi. Siz sadi nega vardınız? O'zimning azroq ishim botdi. Nimanda xalis odamsiz bu cho'l jazirada hadislar yo'qolib ketdi ekansiz. Mendan gumonlanyapsizsiz? Bir tijorat qildigan odam bu yerga kelib menga yordamchi bo'ldingiz. Hey, meni kichik bola chaqlamang. Yolg'onni to'qib meni oldirmoqchi bo'lasiz.
Men rasıl ticaretçi, Xudoning oldida qasam qilib beralayman. Nemeli bo'lmasin? Tegtakningizni e'riqlamay qo'ymayman. Meni ketkizib o'tayramsiz? Açıqsan bo'lamdi. E'lonla. Çay demlab bersam bo'lamdi. Hech narsani bilmaydi ekansiz. Kechiring. Tunugimdan hozirgacha chiroyingiz ichilmadi. Men shahar kirib chiqaymikin deyman. 2 kunda yinib chiqaman. Bo'ptamsa. Shaqqingizni beribdi. Men ketaman demedim. Rasli bejardigan azroq ishim botdi. 2 kunda yonaman. Balki men sizga biror narsani isbotlab beraman. Tamca yeşil aktı gözümden bir tamca. Bir tamca yeşil aktı gözümden bir tamca. Bir tamca yeşil kan bulup aktı gözlerimde. Bir tamca yeşil kan bulup aktı gözlerimde. Xafa olmay bu gulni naqchi qizga olib bergan bo'lsin. Ma'qul. Yigit sizga bu gulni sovg'a qildi. Rahmat. Hadiya. Ferhat. Seni ko'rib pek hoş oldum. Ferhat, ne ketdingiz, sizni izlamagan yerim qolmadi. Bu gapni qo'yib turib, bir ishimga yordamlashsang bo'lamdi. Neymiş? Men quduq qazadigan bir ishni huddiga olgandim. Quduq qazadigan atrat bilan aloqa qilib bersan qanday? O olay ish. Mening bir tanishim suv idorasida xizmat qiladi. O aloqa qilib bersa ishning bitgani. Lekin men sizni sevman. Sizga cho'qinaman. Sizdan ayrılgım yo'q. Bu gapni qo'yib tur Hadiya. Buni qilma. Sen texmin tushunmaysan. Sizni uncha tushunib ketishning hojati yo'q. Sizni sevsam bo'ldi. Siz hozir nega olmoqchi? Qachon qaytib kelasiz? Bu gapni keyin qil. İşim bek aldirash. Men adil quduq qazish atirtirkilar bilan ko'rishsam qanday? Adila? Ha. Nima turyapsiz? Burunqi joyda. Birdamdil aloqa qilishib bo'lamiz. Men sizga Toshkentdan alayda akkagan. Siz eng yaxshi ko'radigan dafni sizga beraman. Va sizga hamroh bo'laman. Unda qilma. Agar mushunda qilsang, sening yordaming lozim emas. Bilasan-ku. Men o'zimdagi ko'ni dafni chelishni bilaman. Salime! Salime! Rasıl qaytib keldingizmi? Qarang, men nemib keldim. Quduq qazg'ichilar. Quduq qazadigan bo'ldik. Avval ularni o'rinlashtirib o'tayli. Ishni ahdil boshlaymiz.
neymi qildingiz? Tushdan keyin quduq qazadigan joyini tekshiramiz. Muvafiq joyni men bilimi. Biroq Bilamsiz? Siz qanday bilasiz? geolog atrofdagilarni deb bergan. Lekin bu bo'lmaydigan ish. Farhod, bu yoqqa keling. Adrat boshlig'i, avval narsalarni bu yerga tushiritinglar. Nima demoqchisiz? Quduq qazishga tegishli pul menda yo'q. Qo'limdagisi yetmaydi. Quduq qazadigan pulni men to'lab etdim. Ular bilan to'xtamni tuzdim. Ya'ni belgilangan vaqt ichida ular quduqni qazib bo'lish kerak. Siz nemishga bunday qilsiz? Sizga yordam qilay deyman. Tijoratchi ekanligimga endi o'shangansiz. Lekin men sizni yanada tushunamadim. Farhod, bu yoqqa keling. Kiyimlaringiz qurib bo'ldi. Bu sizning kiyimlaringiz. Rahmat. Siz texmining uyimga kirib baxmidingiz. Qani marhamat. Mamamsiz? Xo'jayinning men taklif qilishida cho'qim bir gap bor deyman. Siz rastulloh o'zingizning tijoratchi ekanligingizni meni ishontirish uchun mo'shuncha bola pulni xarjlab mo'sh ishlarni qilyapsiz. Siz odatdagi bir ayol turug'liq, boshqalarni deb jafo chekyapsiz. Sizga yordam qilishim kerak-da. Lekin siz mening nemishga bunday qilganligimni biror qitim so'rab baxmidingiz? Bir odamning bunda qiyin turmush yo'lini tanlab olishi hargizmi o'ng'ay ish emas. Navoda xato paraz qilmagan bo'lsam, sizning beshingizdan nurg'un ishlar o'tgan. Siz nayt zo'r baxtga erishgan, nayt zo'r alamga mukarrab bo'lgan hayot. Shundoq mening baxtli chaqlarim bo'lgan. Nayt zo'r alamga tatgan. Salima! Mening mangzimga bir mang paydo bo'lib qoldi. Qarab beqna. Qara. Yolg'onda. Qarab beqna. Müdürlüğe kaldım. Müdür bilsem ona yıkılıp düşman. Sizin yüzünü bana ulan be. Yetişkili yok. Sigaret. Yetişkili bekleyin. Yetişkili yok. Geolog atrofida ishlagashga qidirish xizmati bilan pat-pat sirtqa chiqib turadi. Ba'zida bir oy, ba'zida 2-3 oy qaytib kelmaydi. Keladigan chog'da doim shahar sirtiga chiqib, uni saqlaydi. Salima. Anvar! Salima. Qaytib keldingizmi? Qandaqdı o? O ölüp ketdi. Shu kuni qidirish xizmati bilan cho'lga bormoqchi bo'ldi. Men aytgandim. Unaqa lozimli narsalar tayyorlab berdim. Anvar, to'xtab tur. Men
bilan mangulik xo'shlashdik. U Xristal izlab ketgan. Lekin qaytadigan chog'da u yo'ldan ezib qoldi. Boshqalar uni izlab topganda u allaqachon qahdan qurib o'lib ketdi. O usuzluqdan ölüp ketken joymuş çöldü mü? Şundak. Avravam şunun mu? Bu onun küçük vakti çağır Raubbi. Yaxshimsan? Yaxshimsan. Nagmaqding? Men hech nagmaqmadim. Mishad ishlayman. Birodar, men mo sana o'xshash mishad ishligini keldim. To'xtab tur. Nima deysan? Biz paranglashmadik. Nemini paranglashimiz? Sening kimligingni, nadin kelganingni, naga bordiganligingni bilgim kelyapti. Bunun sen bilan ne munosabati bor? Ben degan saqchi. Sana deydigan gapim yo'q. Ferhat. Bu maynan mehmonda xabar eling. Emin diyecek qani o'tiram. Qani. Qani nom bilan ishchang, eling. Qo'rimini eling. Balkim sana yardımın tegib qolar. Ben seni tanımayman. Duruz. Biz ezelden ko'rishib bakmagan. Shundoq. Biz ko'rishib bakmagandan keyin sen yardımingdan keragi yo'q. O'tgani besib ol. Sendel biz yordam berishga tegishli bo'lgan odam. Runayimni shu ishqa. Yaman odamdan yaxshi odam bo'lib o'zgarishimga yordam beramsa? Men seni shu xildagi odam dedimmi? Anda olsa yo'ling qilma. Emin diyeceğim, o yenidən kelgan ishlamchi. Başqa ish yo'qdir. Albatta boshqa ish yo'q. Men mo undaq bo'lishini xohlamayman. Men faqat sizning bexatarligingizni ko'z tutyapman. Kechiring Salima. Avar qilib qo'ydim.
Aranglarda bir iş bana oxşamamdı. Zadi neymiş? Şunu tushunmamsiz. Siz degan tul xotin tursangiz, tushunishingiz kerak. Bundaq gapni qo'ying. Lekin siz saqchilardan qochib yurasiz. Ko'ryapsiz-ku, men soqchilar izlab yurgan jinoyatchi emas. Agar kunlarning birida siz meni tushunsangiz, men sizga hammani deb berman. Qapoma. Men quduq qazg'uvchilar yiniga berib kelay. Salima, qarab, suv chiqdi. O'sha bir necha kundan keyin turbi bilan bo'yliq boshlab kelaman. Men ximir sug'urib bo'lgandim. Siz kiyimlaringizni almashtirib bering. Ularga men qaray. Ma'qul. Ha, keldik ha. Kel. Ha, yaxshimisiz? Akaynimiz yana necha mashina bor? Ha, yaxshi. Kel, o'tiringlar. Chaqqan tomoq yanglar. Ha, chaqqan bo'linglar. Hey, dadamga aytib qo'ying, 10 kundan keyin meni aql kelsin, ha? Xo'sh. Ma pishgalikni. Farhod. Bu yerda nima qilasiz? Ular sizni nima qilib kelyapti? Kirib. Kirib chiqmang, hargiz chiqmang, ha. Farhod. Neymiş? Mehmon keldimi? Siz berib hamroh bo'ling. Bu yerda men bor. Farhod. Bu yerni qanday topdim? Meni quduq qazig'alar bilan aloqalashib bergan tursangiz, sizni topmoq tasmidi. Bu yerga kelmasang bo'ladi. Nemishqa? Nemishqa mendan qochib yurasiz? Qarang, talat ketganingizni. Mening qiladigan ishim bor. Siz hodigagan qurilish nada? Qurilish atritidagilarning suv tatiyotganligini ko'rmadingmi? Şunu sizning mishadi ekanligingizni bilgandim. Qizchaq. Qani, choy iching, ha? Siz bu yerning xo'jayinimi? Shundoq. Qizchaq, tomoq yemsiz? Qosqimtoq. Kechiringlar. Farhod, siz bu yerda nima ish qilasiz? Ishlayman. Ishlayman? Kimga ishlaysiz? Uningga. Ha, çölde işleymen dana. Kızık. Farhod, meni oldimang. İkimiz o'rtaroq so'zlasak bo'ladi. Hadiya.
Aramızda sözleşkide hech qanday ish yo'q. Bu yerdan darhol ketgin, ha? Nemişqa ketaman. Siz meni davomli tanışqandek qizg'al chog'laysiz. Oyada yatak o'rlashtirib qo'ydim. Ber turma. Siz ma'qul bo'lsangiz dadamga deb tanışqandan chiqib ketaman. Hadiya. Sen yaxshi qiz ekanligingni bilaman. Biroq bu yerga kelmasang bo'ladi. Nemişqa? Sana necha qitim dedim bu. Meni tushunmaysan. Men to'g'riliq hech nimani bilmaysan. Men sizga necha qitim degan-ku, sizni uncha ko'p tushuntirishingizning hojati yo'q. Men sizni yaxshi ko'raman. Sizga cho'qinaman. Sizni chin qalbimdan sevaman. Yo'q. Aniq dema. Salima. Men uxlamoqchi. Ish bo'lsa ertadan. Kechiring, avar qildim. Sizni bir mehmonga hamroh bo'lib beramikin deb edim. Farhod. Bu yerning qandoq joy ekanligiga qaramay kiyvag'in kimani qara. Siz meni qar kiyim kiyishimni yoqtiradingiz emasmi? Ko'rinishga cho'ng ko'rinaman. Qani, topchab bering. O'ynab beray. Chapasingizchi. Bo'ldi. Degandil qaytib ketdi. Mashinada tushinglar. Hajringlar. Yana bir qavoqxona ekan bu. Yana bir arovkada ichida ekansiz-da. Aka. Buni qachon bilishimiz? Hozir bilishayli. Ajab chiroyli bir ayol xo'jayin bor. Jiringlar. Ayol xo'jayin bilan bir tas o'ynaydi. Yaxshina xo'jayin. Qo'lingni tut. Nomus qilishsang-chu. Ko'zimda yo'qolish. Nima deydi mas'ul jaga? Ajab bir nocha ekan. Meni berib qo'yaydi. Bora kira. Sen aka. Chiq. Yo'qolish. Chiq bo'l. Mashina o'tirdim deb chiqoqda.
seni uray. Şunu. Boşuna şunu. Şunu. Yok gelin. Tuz durun, tuz durun. Yani ilişip bakamsa? Yok. Ben sizdek bir noçu bilen tanışkanlığım için çin kalbimde qayılman. Biz siz bilen dostu olmakçı. Mening ismim Tahircan. Sizlarga qilmamsizlar? Men Cho'xon. Men Qurban. Mening ismim Siyit. Biz siz bilen dost olmakçı. Mening ismim Farhat. Bayağı satışıp koydum. Erişmekizcha tepishmas debdikan. Biz doim bu yerda o'tib turmiz. Bundan keyin ish bo'lib qolsa, bizga aytib qo'yarsiz. Albatta. Bo'ldi, bu akimiz boldiroq dam olsin. Qani, mashinaga chiqinglar. Yuringlar, shuna qilay. Xo'shamsa. To'xtab turinglar. Lay. Aras, bu mening singlim Hadiya. Uni sog'-salomat shaharga olib qo'ysanglar. Sizning singlingiz bo'lgandan keyin biz uning bexatarligiga qat'iy kafolat qilamiz. Qani xo'sh. Xo'shamsa. Farhat, seni hoylab tashlab topla. Bu o'tani boshqalar berib o'tib, yiroq joylarga ketaylik. Bo'ldi. Men sizni yiroq joylarga ketay. Farhat, siz pek o'tdan kelsiz. Salima, men ishni ichib. Ishga o'chib. Kirayver. Yo'q, men azaldan ayollarning yatqa kirgan emas. Yana sizning chiqqaningiz yaxshimikin? Ishonch bormi? Shahar kirib chiqaymikin deyman. Yana shaharga kiramsiz. Bu yerdan ketayli deyishdi-ku. Shunga men shaharga berib, muhim bir ishni bajarib bo'lgandan keyin qaytib ketishning tayyorligini qilaman. Sizdan xotirjam bo'lolmayman. Qachon qaytib kelasiz? 2 kundan keyin. Iloji bor tezroq kelaman. Bugunmi vazifa o'tiga chiqdingizmi? Shundoq, sizning yordamingizni izlab kelib edim. Qani o'tiring. Yana uni istab qopsizmi? O bir yakatdimi? U yo'q. Rostini aytsam, uning bizni qochib yurishining hojati yo'qdi. Rostli yo'q. U shahar kirib ketdi. Qachon? Bugun atgan. 2 kundan keyin chiqmoqchi. Bizni aldavatmaydigansiz. Yo'q, sizlarni oldiganim yo'q. Biroq siz uni izlab qopsizmi? Uning burungi dilo bilan chetishligi bordi. Uning bu dilo bilan chetishlik bo'lsa, u jinoyatchikanda. Hozircha bir narsa yemayman. Uning bilan ko'rishgandan keyin hamma ish oydinlashadi. Emin deycan, siz uning men bilan bo'lgan munosabatini deb. Men qaraq Salima. Xato tushunib qolmayman. Men vazifamni astoydillik bilan ijro qilyapman. Biroq siz uni tonimayman. Uning bilan ko'rishim baxmagan degan to'g'ri. Men uni tonimayman. O'tganda ko'rishdim burunmi, uni ko'rmagan. Yiliqi dilo yuz berganda men taqsaqcha emasdim. Keyinchi bu diloni men qabul qildim. Uning ustiga bu dilo yaqinda yana bir qatim tilg'ilinib qoldi. Shuning bilan kallam qayib ketdi. Uning materiallarini yana bir qatim ko'rib chiqdim. O'tganda uning bilan ko'rishgandan keyin darhol esimga keldi. O dal biz izlayotgan
Yeliqi odamning o'zi bo'lib chiqdi. Anda xo'sh raskatni qiling. U haqiqatan jinoyatchimi? Hozircha sizga bir narsa beramayman. Oyoq qo'ygandan keyin biz ketaylik, Salima. Siz uningga deb qo'ying. U bizni saqlab tursin. Yoki bo'lmasa bizni izlab borsin. Bu uning o'ziga foydali. Salima. Xotirjam bo'ling. Sizga boshqa og'irchilik yo'q. Endi biz ketdik. Salima. Ben bilemiyorum. Ne yaparım? Tez bulun. Ben de kiyimlerimi yengişlim getirsem. Boldik muşun kiyim. Bomuz ülgiremeyiz. Tez bulun. Vladimir ne yapamakçı? Bahçesaklı. Maşını tokstum. Bomuz maşını düşüp gitme. Ahmaklık kılma. Tokstum. Maşını tokstum. Tokstum değil mi? Sakçı qo'llab kelatdi. To'xtadim deymi? To'xtatsak bo'lmaydi. Agar mashina o'rilib tushsa, ishtilimiz tugaydi. Men qochqin bo'lishni xohlamayman. Meni qochib ketgim yo'q. Mashina to'xtadim. To'xtatmasam dasturli mashinada sakrayman. O'janlig'im lozim yo'q. To'xtadim. Başını taktım değil mi? Başını taktım değil mi? Sen aman et. Salima. Salima. Beni koyun. Salima. Onda qilma, meni qo'yudan. Salima, men sizni so'yiman. Bilamsiz? Mana hozir bu dunyoda ikkimizli qoldik. Taqdir qismat degan shu.
sizning eringiz bo'lishimmi? Xudoning irodasi. Bizni hech kim qo'g'lamagandi. Yo'q. Siz turib turing. Mana qarang. Sizga lozimlik narsaning hammasi buning ichida. Salima, men sizga hamma deb beray. Men rostilla saqchilar qo'g'lab yurgan qo'shqon. Biroq men jinoyatchi emas. Men bir yetim bola. Meni hammomning yo'ldoshi deb yasaydigan bir peshqadam san'atkor beqib cho'ng qilgan. Men 20 yoshga kirgan yili uning o'g'li savallik bilan odam o'ldirib qo'ydi. Naq maydonda bo'lganligim uchun ben qo'rqib ketdim. Navr akam qotillik qilganda ishlatgan pichoq mening pichog'imdi. Navr akam bu bola qazoni menga dengab qo'yg'ashqa soqchilar tutib turib tekshirdi. Men erkinlikka tashnatdim. Bir kuni men bir kaptarni o'g'lab tutib turish o'rnidan oxir qechib ketdim. Siz begunoh bo'lgandikin o'zingizni aqlashingiz kerak-da. Yo'q. Navri akamni ko'ra ko'zim yo'q. Shunga men taqi chiqib ketib, bir ibtidoiy ayliqqa berib qoldim. U yerda nurg'unlagan bo'g'imin guzi devir qaylog'i ega bo'ldim. Shuning bilan men boyib ketdim. Shu tufayli bir yerda turishga petinamay hamma yerga qatirab tijorat bilan shug'ullandim. Andaqda qandaq bo'lib bu cho'lga kelib qoldim. Hayotning sinoqlarini boshdan kechirgan odam pulni pisantiga olmaydi. Pul degan odamning ruhini xotirjam qiladigan narsa emas. Men tutib turish o'rnidan qochib chiqib cho'lga kelganda daryo baslati atrof quyoshning taftida o'tda qizib ketgan. Suv bo'lmag'achqa cho'lda loyga o'xshash bo'shab yiqilib qoldi. Tuyuqsizlar levamga nam takkandek bo'ldi. Ko'zimni ochib qarasam, geolog atrofidagi birsining menga suvdan bilan suv ichirayotganligini ko'rdim. Shuning bilan put-qo'limga jon kirib bu cho'ldan qochib chiqdim. Men geolog atrofidagi heliqi yigitni hargiz esimdan chiqara olmayman. Qaytib kelibla ularning oil tavobatlarga minnatdorlik bildirmoqchi bo'ldim. Unda qilmasam, men ruhim menga orom topolmaydi. Keyincha sizning qilayotgan ishlaringizni bilib, yordam qilishni aytib keldim. Bumi sizni yaxshi ko'rib qolishimdagi sababning biri. Siz qonun orqali o'zingizni aqlashingiz kerak. Endi o'lgiranmayman. Hammomning yo'ldoshi allaqachon olamdan o'tdi, faqat ilqidobli qoldi. Navri akamning mashina hodisasida o'lib ketdi. Menga guvohlik beradigan bir odam yo'q. Qadrligim, menga ishinim. Men sizga guvohlik beraman. Bugungi kunda men sizni deb hayot yuryapman. Hamma narsa siz uchun. Men sizni elib, shiroq joylarga ketaman.
Siz meni hayot turishimdagi birdan bir kuch qudrat. Sizga ishonaman, Farhod. Rahmat sizga. Mağa tegemsiz. Söyümlügüm. Qandaq? Men tush ko'rmaydigandaman. Yo'q, bu tush emas. Reallik. Rost, muhabbatga to'lgan reallik. Men ayol haqning bundaq she'rim bo'ldiganligini o'ylab boqmabdi ekanman. Sirti bir şey yapamam. Sizni hozir o'tgan yana kelgan vaqtingizga selishtirganda butunlay boshqacha bo'lib ketdingiz. Farhod, gapimdan oxirini yurmang. Eng yaxshi qonunga tayinib, paketning aynan qiyofatini oydinlashtiring. Mushkullarda saqchilar sizni qo'g'lab yuradi. Bizning yiroq joylarga ketishimiz mumkin emas. Bundoq yoshirinib yurishimiz emas. Biz cho'qim erkin ozod yashashimiz kerak. Salima, meni yana bir qatim erkinlikdan mahrum bo'lsin demsiz? Bo'ldi. Menga jiq yo'l ko'rsatma. Qadrligim. Bu yerda uzun tursak bo'lmaydi. Qancha tez ketsak shuncha yaxshi. Birdam saqlab turing. Pastga tushib bir narsa ochib olay. Hozirlikirman. Farhod. Xotirjam bo'ling. Xenim, buni ilvatgan bo'lsangiz. Ma'qul. Farhod aka. Ay, Tayirjon. Senmittin? Bugun ishimiz yo'qdi. Bir nacha og'ini bilan toz o'ynab o'tdik. Sizni ko'rib xo'sh bo'lib ketdim. Siz bilan birga o'ltirganimizda yaxshi bo'ladi. Rahmat bo'ldi. Singlingiz hadiyani ko'rdingizmi? Yo'q. Biz sizni saqlaymiz. Hadiyamiz hadmash qilib o'tadi. Birga kelinglar. Ma'qul, bo'ladi. Salima. Ha? Qarang. Ha? Nima ko'p pul bu? Shundoq. Qarang. Bu dollar. Bu dollar. Qarang. Bu dollar.
Selim, biz bundaki turmuşimizni yaxshi o'rinlashtira olamiz. Xotirjam bo'ling. To'xtang. Bu sizda nima ish qildi? Bu sizda nima ish qildi? Anvarning sudini qandoqlarcha sizda bo'lib qoladi? Sizni qutuldirgan yiliq yo'lik atirsidagi yigit. Anvarmi emasmi? Men bilmayman. Qani ayting. Siz Anvarning sudini tatib olg'ashqa shunga u ustab keldi o'lib ketganda. Hey. Bu ish yodimga kelsila. Men To'xta. Suv. To'xta. Göz orada için.
Gözünüzü için. Gözünüzü için. Gözünüzü için. Selime. Selime. Gözünüzü için. Ah Xuda, bana kudret ata qilsam shu. Selime. Selime. Sen Enver'ni öldürüpsen. Sen benim yerimni öldürüpsen. Selime. Men de sen sürüp devirim. Günahının ornunu toldura alayım dep oylamsan. Bilime. O ölüp ketkendan başlap, mening ruhim bir kun teş bo'lmadi. Benim Enver'im günahsız. Sen onu öldürüpsen. Sende mehr şefkat yok ki. Bana emdi. Ben özlemnimi sana tapşırıp öldürdüm. Andaqda senin ruhin dehamo teş bulamaydigan bo'ldi. Enver, ben sizga yuzkilanmayman. Enver, ben sizga yuzkilanmayman. Selime. Men kechirim qilishga loyiq emas. Bu jinoyatni kechirmishimni o'zingiz bir taraf qilib. Enver, ben sizga yuzkilanmayman. Ölüşk değişti ki. Aslida men. Selime. Selime. Hamma gunohni men qilgan. Ölüşk tegishli odamman. Bu pullarning hammasi sizga qolsin. O'zimni qanday bir taraf qilishni obdan bilaman.
Emin diyeceğim. Bu ben. Halimacı, neymiş ki bunca hoşup gettiniz? Halimacı, sizge neyim oldu? Ferhatçı, o ne ketti? O kaçıp getti. Kaçtı? Nerede kaçtı? O kaçıp getti. O diye kaçkın. O benim yerimi öldüren. Neyime davetsiz? Saran buldunuz mu? O rastlık içip gitti. Bu onun pulu. Siz apırıp işletsem. Ben bir yere pulunu dep gelmegen. Belki onun özünü dep kelgen. Ben onu söylemen. O sizin kalbinizdeki kahraman mı? Hey İzzet. Siz Tolumanadan gelsiz. Halime. Bir iş buldu mu? Emin diyeceğim. Ferhat kani? O kaçıp gitti. Kaçtı? Sizler onu tutkul keldinler mi? O rastlığa kaçkın mı? Biz onun dilosunu tekşirip gördük. Onun nevri akisi ölüp ketişten ilgiri aynen ahvalını bizge dep bergen işken. Qaraganda Ferhat cinayetçi emas takıladı. Lekin biz ona çokum tepişimiz gerek. O benim erimni öldürüp etti. Salime, biz onu derhal tapmasak bo'lmaydi. Yo'lga chiqaylik. Hay Toyib, men bu bilan boray, ha? Bo'ladi. Sharqiy yo'l, sizlar 8 numaralı rayonimizdanglar. Janubiy yo'l, sizlar Qumtog'ni yaqinlab bizdanglar. Uni sog' salomat tepinglar. Vaqa chiqib qolmasin. Emin diyeceğim, bir iş çıkıp kalmaz. Xotirjam bo'ling. Chapsan bo'ling. Xayr, xo'sh, baxtli bo'ling.
sizga yuz kelolmayman. Anvar, ben sana yüz kelolmayman. Anvar, ben sana yüz kelolmayman. Ferhat, bıyakçık. Seni saklap tuğallak işin. Kolunu tart Ferhat. Ne mi kılay deysen? Men bu kılışkı bulmaydıgan adam. Ferhat, bunda kısaz bulmaydı. Bunda kılma. Ben. Hadiye. Özağını besip al. Sen özağını kutuldurduğun yolga mağsan, bolayıverdi. Şu taptı kolunda xencerini batırlık bilen kökürgünge sağsan, emmedin. Hatırcam bolasan, lekin sen bilen birge yaşagan adamlarning ro'yi mangu hatırcam bo'lmaydi. Sen mushundaq ma'naviy jihatda shaxsiyatchi, sepi o'zidan qo'rqinchoq odammi? Men kechirishga bo'lmaydigan, ruhi bulg'angan odam. O'z gunohim o'zimga. Salima acha, tijoratni boshlaydigan birinchi kun ko'pchilikka bir necha ig'ir so'z qilib bersangiz. Ma'qul. Xizmatingizga utuq, ishingizga muvaffaqiyat tilayman. Qani emas boshlanglar. Xotin, yo'q ishlarni o'ylab yurguncha bor. Andaq sen har kuni seni suyman degani? Albatta degani. Emin deyəcək. Bugün sizni qaysi şahınız bu yoqqa uçurib gəldi? Anlasam sizlarning o'tang borgan sari yaxshilab ketibdi. Bir ko'rib aqay deb kelib edim. Qani, o'tiring. Emin deyəcəm, almayam. Rahmat. Bu yangi yordamchi cho'qim Hadiya xonimga deyman. Shundaqmi, Salima?
Yo'q, bu oshxonani ikkimiz ichyapmiz. Bu yoqmi xo'jayin? Ha, ikki xo'jayin bo'ldi edinglar. Ha. Bu yerda neft bor ekan. Neft nachadigan qo'shin pat yaqinda yetib kelishadi. Andaqda bu yerni shahar bo'ldi ekanda. Vazifa ijro qilaman deb pat-pat keltirasiz. Hukumat ishi bilan. Iminka, anglasam bir bir paychursa qurildi ekan. So'janga cho'qimsiz bo'lsa-ku deyman, a? Meningcha bu yerga bir ayol so'jan keldi-ku deyman. Menga kelsak, men bu yerdan ketib boshqa bir o'ringa boraman. Men bugun sizlar bilan xo'shlashgani keldim. Salima, qaysarlik bilan yashaydiganligingizga ishonchim komil. Men sizga chin qalbimdan baxt tilayman. Baxtli bo'ling. U boy siz bilan so'zlashayotganda uning ko'zlaridagi sizga bo'lgan muhabbatni ko'rib qoldim. Salima acha, nemish buni bilan to'y qilmaysiz? Uning kelgusi buningdan go'zal bo'lishi kerak.